Hammaga salom, sizlar bilan The Anime Analyst kanali. Bugun ushbu videoda sizlar bilan top eng kuchli 10 ta personajlar haqida gaplashmaymiz. Aksincha, animedagi eng xavfli aqllar bo'yicha gaplashamiz. Ular kuch bilan emas, ong bilan yutadi. Ya'ni bilib turganingizdek, bu video top 5 ta eng kuchli manipulyatorlar haqida bo'ladi. Ular kuch bilan emas, hisob bilan yutadi. Ular jang qilmaydi, vaziyat quradi. Ya'ni birinchisidan boshlasak, Johan Liebert Monster animasidan. Johan aqlli, chunki u odamlarning eng zaif nuqtasini topadi, ya'ni ma'no yo'qligi. U odamlarni majburlamaydi, o'zlari xohlab jinoyat qilishiga olib keladi. Yetimxonalar, shifokorlar, jinoyatchilar, u hammani bir xil boshqargan. Johan rejalari oldindan ko'rinmaydi, lekin hamma narsa oxirida u aytgandek bo'ladi. Uning strategiyasi odamlarga sen hech kimsan degan fikrni singdirish. Keyingisi Yagami Light Death Note animasidan. Yagami Light yuqori darajadagi intellektga ega. Chunki u bir vaqtni o'zida politsiya va jinoyatchi bo'la oldi. U FBI agentliklari va butun tizimni alday oldi. Light har bir qadamni ehtimollar asosida hisoblaydi, lekin u xato qildi. O'zini adolat timsoli deb bildi. Aql ego bilan aralashganda u o'z egasini yo'q qiladi. Uchinchisi Lelouch Lamperouche Code Geass animasidan. Lelouch aqlli, chunki u oson qilib aytganda katta rasmni ko'ra oladi. U Geass kuchidan shaxsiy foyda uchun emas, siyosiy tizimni buzish uchun foydalandi. U urushlarni boshladi, keyin ularni tugatdi. Zero Requiem rejasi tarixdagi eng sovuqqon strategiyaga aylandi. Lelouch yutdi, chunki u yutishni emas, natijani maqsad qildi. Keyingisi Ayanokoji Kiyotaka Classroom of the Elite animasidan. Ayanokoji aqlli, chunki u doim orqa fonda turadi. U boshqalarni oldinga chiqarib, o'zining natijasini nazorat qiladi. U sinfdoshlarini bir-biriga qarshi qo'yib, o'zi fosh bo'lmaydi. Eng katta yutug'i hech kim uni haqiqiy tahdid deb bilmasligi. Uning strategiyasi ko'rinmaslik orqali hukmronlik. Va nihoyat eng yoqtirganlarimdan biri Fyodor Dostoyevskiy Bungo Stray Dogs animasidan. Fyodor aqlli, chunki u insonlarni e'tiqod orqali boshqaradi. U odamlarni qo'rqitmaydi, ularni ishontiradi. Fyodor dushmanlarni bir-biriga yo'naltirib, o'zi chetda qoladi va kuzatadi. U tashkilotlar, hukumatlar va mafiyalarni bir tizim ichida o'ynatadi va hatto Dazai ishlaydigan agentlik ham Fyodor bilan birga-bir kelgani qo'rqadi. Uning eng xavfli jihati maqsadidan hech qachon shubhalanmasligi. Bu personajlar shuni ko'rsatadiki, aql bu tez fikrlash emas, aql odamlarni oldindan hisoblashdir. Eng xavfli inson kuchli inson emas, vaziyatni sendan oldin tushunadigan inson. Agar bu videoyim 20 k prosmotr yig'sa, men sizlarga top 10 ta eng aqlli va manipulyator personajlarni yoritib beraman. Menda mana shunday top chiqdi. Agar sizda ham o'zingizga yoqqan aqlli yoki manipulyator personajlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Hozircha xayr.